Xuddi bu qizni bir jon o'chibodek shunchalik bir set qarab, bu qizalga bir eg'izim gap qilmay, ashta tikilib qarab turyapti. Keşkanlar hayırlı olsun. Bugünkü hikayemizni başlap ketaylik. Bu hikaye 11 ayning 21 kuni kechda yuz bergan ishga. Bu qizning aytishicha, o'zi bir tish doktorxonasida ishlaydi ekan. Shu kuni kechda ishdan tushib, mashina haydab uyga qarab ketib o'tib, shu mahallasiga qayriladigan bir yo'l bo'lagida ketayotgan vaqtda, shu yo'lning o'ttirsida bir odam paydo bo'lib, mashinaning oldiga yugurib kelibdi-da. Shuning bilan bu qiz darhol tormozda deb to'xtayapti. To'xtagandan keyin qarasa, bu atrofda nadim bir odam bo'lsin. Atrof tip-tinish, insijin yo'q. Ma yo'lning ikki tarafida yangidan qurilish qilinib silinayotgan dojlar bor ekan. Shuning bilan voy tova, ko'zimga bir narsa ko'rinyapti. Mening hozir aniq ko'rganim yo'qolib ketdi-ku deganlarni o'ylag'ash. Yani mashinasini asta haydab menib tuyuqsizlam qara degandeklar qilib qopti. Yo'lning qiridagi texi qurilishi bitmagan qop-qorong'u dochiq ko'z chiqib qopti-da. Shu vaqtda nadim paydo bo'ldiki, yana bir odam paydo bo'lib bu dochining ichiga kirib ketibdi. Voy tova, ko'zimga nimda bir narsa ko'rindigandi bugun deganlarni o'ylag'ash uyga qaytib kiribdi. Ana lekin uyga kirgandan keyin opasi bilan singlisli bor ekan uyda. Bu qiz hamda yuzlarimni yuvib, kiyimlarimni almashtirib uxlaychi deb munch tarafga qarab mengibdi-da. U orliqda opasi bilan singlisi boshqa bir uyda o'tirgan ekan. İşte ketibsam munchining ichida xuddi bir odam bordek shunda bir taraqshib ketibdi. Endi u vaqtda bu qiz sirtda opasi bilan singlisimi boshqa bir uyda, u munchining ichida bir odamning bo'lishi mumkin emas ekan. Bugun nim bo'ldim, men ko'zimga bir narsalar ko'rinib, qulqimga bir nimalar olinib ketib bordi-ku, bek charchab ketgan o'xshayman deganlarni o'ylab yana jiq o'ylamay, muncha kirib yuzlarini yuvib, yinib chiqibdi. Ana lekin yotoq uyga kirib chiroqni o'chirib yetiblam yetibdi. Ashta yotsa eshik ochilib, opis kirib, bu qizning beshidan işte tik kelib qarab turyapti-da. Shuning bilan bu qizning ichi pishib ketib, voy opa, nim gapingiz batdi, gapingiz bo'lsa, men uxlayman deb gaqibdi. Desa, hiliqi opisi xuddi bu qizni bir jon o'chibodek shunchalik bir set qarab, bu qizalga bir eg'izim gap qilmay, ashta tikilib qarab turyapti. Shuning bilan bu qiz bir g'alitlik his qilib, voy tova, bu opam emasmi nima, opam bo'lgan bo'lsa, men gap qiladi deganlarni o'ylab, keyin shunday o'rlishgan hiliq ayol u yerda yo'qolib ketibdi. Shuning bilan yugurib, mush opasi bilan singlisi yotgan uyga chiqib, shu ikkisining o'ttirsida yetyapti. Bu kecha hamda shunchalik qo'rqinchli o'tibdi-da. Uxlasa qarbasidiki, uxlamay uyg'onib ketgan vaqtlarda shu sirtda opasining ovozida birlari bu qizning ismini to'xtatmay chaqirdi ekan. Ondan keyin boshqa uylardan taroq-turuq ovozlar anglab ketdi ekan. Bu qiz hamda shu qo'rqinchda aron bir tongni otqizyapti. Atsi hech qanday bir ish yuz bermaganga o'xshaydi. Atsi 11 oyning 22 kuni kechda oqshom ishlar yuz berib ketdi deb men so'zlab qoldirib qo'yib ekan. 23-islar kechda bu qiz tish doktorxonasida ishlaydi dedik emasmi? Shu do'konni pokis tozalab etib, axlatlarni to'kib etib, ishini taqab, ishdan tushay deb axlatni olib mengibdi. Endi bularning do'kondan axlatxonaga bo'lgan orliq 10 metr atrofida keldi ekan. Endi u yerga berib axlatni tashlab kelishga bir 2-3 minut vaqt ketadi ekanda. Bu qiz axlatni tashlab yenib kelibdi. Bu qiz axlatni tashlab etiblam, keyin shunda o'rlishiga bularning tish doktorxonasining yenidilam, ishiga sirtqa qaraydigan bir shovdu qilgan uy bor ekanda. Shu uyning chirqi lop-lop qilib bir yo'rib o'chibdi-da. Voy tova, ko'zim boshda ko'rinyapti ya deb o'ylab, endi shu doktorxonaning ishiga yaqin kelgan vaqtida iliqi shovdu qilgan uyning ichidagi turba ichilib, sharrida qilib sochib ketibdi. Bundan shunchalik hayron qopdi-da, buning ichida odam bo'lmasa kim suvni ichibatdi deb o'ylabdi, yo'q lekin o suv ichilgan holatda tashlab qo'yib ketsa bo'lmaydi. Shu u shovdu uyga kirib turbini itib, endi chiqib ketay deb turishiga bir yerdan shunchalik mungluq bir naqsh ovoz anglabdi. U ovoz, u muzika shunchalik lirik, shunchalik mungluq deydi. Anglagan odamning uyqusi keldi. Bu qizning ko'z oldida taxminan bir 3-4 yoshlar chamisidagi bodek bir kichik o'g'il bola paydo bo'lib usul o'ynashga boshlabdi. Shuning bilan tangli bu qizning putini yerga mixlab qo'ygandek qat'iy midirlayapti. Voqirmoqchi bo'ldiki, ovozini chiqarmabdi. Shu holatda bu qiz endi 10-15 minutdan kechda qaytib turib qopdi-da u yerda. Endi bu qiz ichida shunda voqiraydi, lekin bu ovozi sirtqa chiqmaydi ekan. Shunda so'g'oq talab qo'rqib tursa, nima bo'lgan? Bu qizning ovozi tuyuqsiz sirtqa chiqibdi. Shuning bilan tanglam put qo'llarimni bo'shabdi, yilqa ovozim yo'qolibdi, yilqa kichik bolam yo'qolib ketibdi. Ana lekin darhol doktorxonasiga kirib, somkasini aplam, ishini taqib etib, yana mashinasini haydab uyga qarab mengibdi. Uyga qarab ketayotgan bir cho'ng yo'lning ustida qanday bo'lgan bu qizalning hamda put qo'llari o'zi emas. O'zimi bilmagan asosda tabiiyla mashinani yo'lning qirida to'xtatibdi. Voy tova, men nima ish qilyapti va mashinani bu yerda to'xtatdim deb o'ylab bo'lg'icha heliqi naqshi ovoz yana anglanibdi.
Şunun bilan bu qizal keyniga qara degandeklam mashinaning keyniga shunda olib burilib qarab, bayatdan ko'rgan hiliqi 3-4 yoshli kichik o'g'il bolaning mashinaning keyni o'rindiqida işte usta o'ynayotganligini ko'rib qopdi. Hiliqi muzika ovozim borga, hiliqi kichik bolami yo'qmay turibdi. Bu qiz bola shu yo'lning qirda mashina to'xtatgan holatda yana qaytib 5-10 minutdek shuna turib qopdi. Bu orliqda hamdi yenidan mashinalar o'tadigan, labalarni chilib, chiroqlarni shunda kuchlik yo'ritib o'tadigan. Lekin shu xil holatdimi yiliq keyindagi bola g'oyib bo'lib ketmabdi. Keyindan nim bo'lgan bu qizlarning yana badallari bo'shagandek bo'lib asli qaytibdi. Lekin to'g'ri bir ishlar bo'lib ketib bordi deb mashina asta haydab uyga qaytib kelibdi. Endi ishlar taraqqiy qilib bu nuqtaga yetganda opasiga demay bo'lmabdi-da. Apa kunda kechtimishda ishlar yuz berib ketib bordi, qanday qilaman desa, to'xtab turing deb shu malda hamdi bir narsalarni bilalaydigan bir odam bor ekan. Shu odamning yiniga bu qizni achiqibdi. U odam ko'rib baqqandan keyin Qizim, sizning ko'zingizga ishda bir narsa ko'rinib qopti. Siz aslida tunji kuni yotoq uyingizda opangizning siyoqida ko'ringan ayolga gaqimsingiz bo'pti-ekan. Sizning beshingizda ishda qarab turib olgan bo'lsa-mu, siz gaqimsingiz bo'lar-ekan, siz gaqqiganligingiz uchun meni ko'ralaydi-ekan bu deb shunda ko'zingizga ko'rinib sizni qo'rqitib qiyitibdi. Endi ko'rib qolsangiz hargiz gaqimang degan bo'pti. Lekin u odamning qilgan dorilarimi anchalik cho'ng foyda qilmabdi. Bu qiz endi shu 21-yillar kechdan toki hozirgacha har kuni chiroqni yo'ritib qo'yib yetyapman deydi. Chiroqni o'chirib yetishga jur'at qilolmaydi. Chiroqni o'chirib yetib qoldimi, shu kirvatning beshida cho'qim bir aylan paydo bo'ldi. Bu qizg'im ishtaq tikilib qarab turib oldi. Eng oxirida bu qizning beshiga kelgan bu qo'rqinchli qishlarninki boldiroq oyoqlashishini umid qilma. Bugun vaqt munosabati bilan hikoyamiz bu yerda oyoqlashdi. Yoqtirgan bo'lsanglar yurakni besib yetib do'stlarga taqtib qo'yishni unutib qolmanglar. Xayr xo'sh.